Tunkan tagidan to'g'ridan-to'g'ri nima bilan izolyatsiya qilsam bo'ladi degan aka uchun maxsus video. Akalar kelinglar. Mana bitta Tunkan tagidan to'g'ridan-to'g'ri taxtaga o'tirib penoplast tashab, penoplast ustidan polistirol lombos tuzashgan. Mana Mamatga ham xuddi shunaqa lombos qilishgan, kichkina mashina qo'yadigan joyga tagidan penoplast tashashgan, penoplast ustiga polistirol lombos qilishgan akalar. Pastda bemalol issiq sovuq qilib, Tunkani qancha issig'i bo'lsa ham. Akalar eng qizig'i, Tunkani issig'i necha gradusda bo'ladi? Keling, aka bitta ko'rsatib beraymi? Tunkani gradus akalar 59-60 gradus issiqlik beryapti. Taxtda turgan joyi 40 gradus issiqlik ushlab turibdi. Xo'p, bet necha gradusga tushib ketdi yoki bet necha gradus bo'ldi deb o'ylayapsizmi? Mana polga qarab bilsa bo'ladi. Pol 35 gradus, hech nima ta'sir qilmaydi. Ya'ni quyosh tushmayotgan joyda 35 gradus bo'lgandan keyin taxminan bu necha gradus bo'lishi kerak? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Polistirol lombozlarimiz 31,5 mingdan aylanadi. 1 kvadrat metr. Agar 4,5-5 sm qalida qiladigan bo'lsangiz, penoplastlarimiz razmerlari zichligiga qarab bo'ladi. Xullas bilan devorga ham ishlatsangiz bo'ladi. Penoplastlarni yoki tomdan izolyatsiyaga to'g'ridan-to'g'ri ishlatsangiz ham bo'ladi. Endi aka keling, eng qiziq joyi qancha gradus issiqlikni ushlab turibdi? Aka ko'ryapsizmi? 37-36 gradusgacha, kerak bo'lsa 35 gradusgacha issiqlikni tepadan ushlab turibdi. Nima uchun bu uyda mat tupli polda ishlatilmaganligi haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bundan oldingi bitta post ko'rsangiz to'liq ma'lumot olasiz. Menimcha eng arzon va eng optimal narxiga ham stoyishi bo'lgan mahsulot mashi bo'lsa kerak. Kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldirasiz. Eng asosiysi, sizni issiq sovug'ingizni o'ylayotganlardan yaxshi gumonda bo'lasiz akajon. Qurilish qilayotganda izolyatsiya masalasi esdan chiqib qolmasin akalar.